O'zgacha kayfiyat, go'zal va samimiy tilaklar, yorqin xotira, bir umrlik esdalik qalb so'zlari kamina boshlovchingiz Mashhura bilan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Asmo qiz, sizmisiz? Ha? Yaxshimisiz? Ha? Tug'ilgan kuningiz bilan Asmo Yaxshi. qiz. Tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Boringizga shukr. O'zimni tanishtirib o'taman, asalim. Men sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan qutlab turibman. Siz uchun jonli qo'ng'iroqni bir insoningizning iltimoslariga binoan amalga oshirmoqdaman, Asmo qiz. Chiroyligim, nimalar qilyapsiz? Sizu. Tug'ilgan kunlar o'tkazyapsizmi charchamasdan? Ha? Xo'p, bo'ladi bo'lmasam, bizni loyihamizga siz uchun chiroyli tabriklar yetib kelgan. Kim jo'natgan bo'lishi mumkin? Kim sizni pozdravить qilmoqchi bo'ldi biz orqali, bilasizmi? Yo'q. Aytasizmi, taxmin qilasizmi, primer qilib ko'rasizmi, yo o'zimiz sizga yordam beramizmi? Не знаю. Amajon? Albatta, Ammajon. Saida opa bizga murojaat qilgan, Asmo qiz, молодец. Ammajoningiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Biz orqali sizga chiroyli tabriklarni yo'llab qoladi. O'qib bersam maylimi? Ha? Xo'p, bo'ladi. Azizgina, shiringina Asmoyim, seni chin dildan tabriklayman. Sen bizning oilamizga quvonch, uyimizga nur olib kirgan aqlli, mehribon qizaloqsan. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Yuzingdan tabassum, ko'zlaringdan baxt ketmasin. Har doim a'lo baholarga bo'lib yurgan, qalbing pok, orzularing katta bo'lsin. Ammang doim sen bilan faxrlanadi va seni juda yaxshi ko'radi. Baxtli qizlardan bo'lgin, ilohim. Alloh seni asrasin. Yo'ling doimo yorug' bo'lsin. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Милый славный ангелочек, просто аленький цветочек, и принцесса, и малышка, наша сладенькая пышка. С днем рождения поздравляем, быть счастливой желаем, умной девочкой, красивой, самой нежной, самой милой. Пусть летят твои объятия, куклы, бантики и платья. Путь веселый, озорной, милой девочкой крутой. С днем рождения поздравляю, deb qolarkan Amajoningiz. Спасибо. Плачет. Спасибо скажи. Rahmat скажи. Mayli, bo'ldi. Bo'lmasam, Asmo qizni onajonisi bilan gaplashsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Nigor opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ilk bora onalik nasib Yaxshi, etgan rahmat. kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat katta. Boringizga shukr. Rahmat. Alloh umringlarni uzoq qilsin. Nimaki niyatinglar bo'lsa, barchasini Allohim ijobatini berishini Allohdan so'rab qolamiz va Saidaxon opadan chiroyli tabriklarni qabul qilib olasiz. Ijozatingiz bilan o'qib eshitsak Rahmat. maylimi? Mayli, rahmat. Xo'p, bo'ladi. Go'zal kelinimiz, Alloh sizga onalik baxtini nasib etgan kuningiz muborak bo'lsin. Nimaki niyatinglar bo'lsa, barchasini Allohdan ijobat bo'lishini so'rab qolaman va dunyodagi barcha yaxshi tilaklarim siz bilan va albatta qizalog'im Asmo uchun. Niyat qiling, yomon bo'lmasin, orzu qiling, armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta. Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado. Aziz boshingizni asrasin. Xudo qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tavallud kuninglar muborak bo'lsin deb qolarkanlar. Rahmat. Rahmat katta. Va albatta Asmo qizimiz uchun chiroyli taronalarimiz yangrab o'tadi, qabul qilib olsin. Xo'p, rahmat. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня
ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Asmo qiz, yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'p, mayli, Allohga omonatsizlar, sog' bo'linglar. Hop.